Zamonaviy texnologiyalar kundalik hayotimizda og'irimizni yengil qilib, vaqtimizni tejashga xizmat qilmoqda. Bugun ko'plab ishlarni bir necha daqiqa ichida telefon yoki kompyuter orqali bajarish imkoniyati bor. Texnologiyalar inson mehnatini yengillashtiribgina qolmay, bilim olish va yangi imkoniyatlardan foydalanish uchun ham keng yo'l ochadi. Eng muhimi bundan oqilona va to'g'ri maqsadlarda foydalanishdir, chunki firibgarlar kiberjinoyatlar sodir etishda kun sayin yangi usullarni o'ylab topmoqda. E'tiborlisi sun'iy intellekt yordamida bir necha daqiqada insonning qiyofasi va ovoziga o'xshash soxta videolar yaratish mumkin. Bunday materiallar odamlarni chalg'itish, ishonchiga kirish va hatto noqonuniy reklamalarda foydalanish vositasiga aylanib boryapti. Ular davlat organlari xodimlarining qiyofasidan tortib, mashhur insonlarning vizual ko'rinishigacha foydalanishyapti. Tafsilotlar Diyora Soatova reportajida. Salom, ismim Diyora. Sizlarga muhim xabar bermoqchiman. Sun'iy idrok asari bo'lgan ushbu video yasalishiga taxminan 7 daqiqa vaqt ketdi. Deyarli har bir soha ijtimoiy tarmoqlarga integratsiya bo'layotgan bir paytda sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish zamon talabiga aylanib ulgurdi. Har bir qadamimizda uchraydigan reklama roliklari uchun esa sun'iy intellekt yasagan videolardan ba'zan qonuniy, ayrim holatlarda esa noqonuniy foydalanish holatlari kuzatilmoqda. Tijoriy maqsadda tayyorlanayotgan bu kabi videolarda huquq-tartibot idoralari xodimlari qiyofalaridan ham foydalanish holatlari uchrab turibdi. Eng achinarlisi, bu kabi kontentlarni hamma ham sun'iy idrok orqali yaratilganini farqiga bormaydi. Men Toshkent shahar IIBB tizimida ishlayman. Bir oyda qancha maosh olasiz? Oyiga taxminan 8 million. Shu pul sizga yetadimi? Yo'q, albatta yetmaydi. Oilam katta, lekin qo'shimcha daromadim ham bor. Platformasi orqali har oy 5 milliondan ortiq daromad qilaman. Buning uchun juda minnatdorman. Hozir uning platformasidan 10 mingdan ortiq inson foydalanmoqda va yaxshi natija ko'ryapti. Sun'iy intellekt orqali ishlov berilgan videorolik menga taxminan 3 kun oldin chiqdi, ya'ni Instagram Reels bo'limida. O'zim ham hayron qoldim. Qarasam, men aks etganman videoda Reels notanish profilga joylangan. Qarayapman, qo'l harakati ham notabiiy. Gapirishlari notabiiy, ovozi ham deyarli meniki emas. Fuqarolarimiz ham ishonadi baribir ichki ishlar organlariga, axborot xizmatiga xususan. Shundan demakchi kiber firibgarlar foydalanib, sun'iy intellekt orqali ishlov berishgan bu videorolikka aslida. Tezroq buni bartaraf qilish maqsadida o'zim ham munosabat berdim. Men Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot multimedia markazi xodimi Lazizjon Saidazimov bo'laman va ushbu videorolik fakeligini tasdiqlayman. Hurmatli fuqarolar, ko'rib turganingizdek kiber firibgarlar hattoki huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlarining ham videolaridan foydalanishmoqda. Hurmatli fuqarolar, ogoh bo'ling. Demak, texnologiya rivojlangani sari undan foydalanish bilan bog'liq xavflar ham ortadi. Xo'sh, media savodxonlikni oshirish uchun nimalarga e'tibor qaratish lozim? Eslatib o'tishimiz kerak, ichki ishlar organi xodimlari, xususan axborot xizmati hech qachon qandaydir bir tijorat yoki bir tovarni, mahsulotni reklama qilmaydi, reklama bilan shug'ullanmaydi. Tavsiya beraman, shunaqa video chiqqanda ko'zga birinchi bo'lib harbiy libos forma tashlanadi. Shu paytda ahamiyat qilish kerak. Qo'l harakatlari notabiiy bo'ladi, gapirishlari notabiiy bo'ladi. Yaqqol bilinib turadi, o'zi belgilari bo'ladi baribir. Sun'iy intellekt orqali ishlov berilgan videoroliklarni o'sha tagiga yetmasdan, tekshirmasdan, o'sha fakti bo'lmasdan turib ishonish xato. Tagiga yetish kerak. Ko'rish kerak, haqiqatan u akkaunt tasdiqlanganmi? Bir necha daqiqalik yaratilgan soxta video kim uchundir texnologik tajriba. Ammo gap boshqa birining nomi, obro'si va shaxsiga borib taqalganda vaziyat bir muncha murakkablashadi. Bu kun Diyora Soatova, Sardor Yo'ldoshev, Toshkent.